Assalamu alaykum, hürmetli görürmen. Xasiyetlik dasturxonga xush geldiniz. Bugünkü programımızda puraqlıq qızılmış qiyami, yani yağmış tayyorlashni ko'rib baqayli. Qızılmış qiyamini tayyorlashning usullari mu har xil bo'ladi. Har bir xil usulning ta'mlari mu o'zgacha bo'ladi. Qani, bugünkü bu puraqlıq qızılmış qiyami sizga yoqamdikin? Ondaqda kerakli xurishlar bilan tanishib chiqayli. Aldı bilan qızılmış. Qızılmışqa muştaq uçluq açıq qızılmışni işletimiz. Do'konlarga yangidan mush xil qızılmışlar chiqqansa, shuni ishlasak bo'ladi. Bo'lmasa, quritilgan qızılmışni ishlasak bo'ladi. Quritilgan qızılmışni ishlatishda aldı bilan suda 5-10 minut yaxshi bir qaynatib olamiz. Ondan keyin sudan suzib pokiz quritib elib olamiz. Bunda qilsak, birinchidan qızılmışni yaxshi yumshatlaymiz. İkinchidan, uning yuz qismiga chaplashgan har xil minat mikrob chantalarni pokiz tozalab chiqarib olamiz. Bugungi o'lchamda qızılmışdan 100 gram. Buni men qaynatib, suzib tayyor qilib elib olganim. O'simlik mayidan 600 ml. Buningda may ravris jih bo'ladi. Qızılmış mayini ayirib elib olaymiz. Hamda puraqlıq materiallaridan samsaqdan 2 baş, şakal badiyandan 2 tal, puraqlıq yupurmaqdan 2 yapraq, muvafiq miqdorda tuz, muvafiq miqdorda kavavicin, yana muvafiq miqdorda oq kunjut ishlatamiz. Undaqda mashg'ulotimizni boshlab ketaylik. Qiyma qilish mashinamizga yumshatib tayyor qilib olgan qizilmuchimizni, shundaqla samsiqimizni silib, yaxshi ezib olamiz. Hamda ezib olgan qizilmuch va samsiqimizni bir qachimizga elib, uningga kunjut va tuzni silib, tekshi aralashtirib tayyor qilib olamiz. Hamda puraqlıq mayni tayyorlab olaylik. Qazonimizga o'simlik mayini quyib, uningga kavavicin, şakal badiyan va puraqlıq yupurmoqlarni silib, o'tni kichik echib, sus o'tda mayni qizitamiz. Bunda qilsak, puraqlıq materiallarning puruqi shu mayga shunchalik yaxshi, nihoyatda mezili bo'lib chiqadi. Agar o'tni sal kuchli qilib qo'ysak, bu puraqlıq materiallar tezla kuyib ketib, ko'nglimizdagidek puraqlıq mayni tayyorlay olmay qolamiz. Shuning ham shu o'tning kuchini sus qilishga nihoyatda diqqat qilsak bo'ldi. Hamda mayni mushtaq sus o'tda toza mezlik qilib qizitgandan keyin uningdagi dori-darmonlarning hammani pokiz suzib elib etamiz. Mushtaq pokiz suzib elib etgandan keyin hamda o'tni o'chirib etib turib, bayatınqi tayyorlab qilib olgan qizilmuch aralashmasini mayga solamiz. Buni solgan chog'da alohida diqqat qilsak bo'lmaydi. Biroq jiq savatsak, may qiziq may bo'lganki, biroq ustiga o'rlab ketadi. Shunga bexatarlik diqqat qilish uchun azozdan qilib solamiz. Hamda mushg'ulot bir qur aralashtirgandan keyin qaytadan o'tni yiqib qaynatamiz buni. Mana mushtaq vil qilib qaynatib 5 minutlar atrofida mushg'ulot qaynatgandan keyin o'tni o'chirib bo'ladi. Ondan keyin tayyor bo'ldi degan gap. Uni muzlatib qo'yib, muzlagandan keyin qachalarimizga elib olsak bo'ldi. Hamda kunjutni bekrak yaxshi ko'rsak, yana biroz kunjutimiz issiq vaqtida ap bo'lgandan keyin ustiga bir qor chechib olsak, ko'rinishga ko'rkam bo'ladi, ham texmi mezlik bo'ladi. Bu muzlab tayyor bo'ldi. Mana ko'rib turganinglardek 600 ml may ishlatganimiz uchun mana shunday mayliq chiqadi. Buni qizilmuch qiyami qachilaydigan qutlarimizga elib olgandan keyin may yana eshib qoladi. Bu mayni ayrim bir qutiga suzib elib olsak, faqat qizilmuch may ishlatadigan vaqtlarimizda qo'rimlarni qo'rgandimi kichik bir qoshiq qo'rimi qo'yib olsakmi, qo'rimimizni qizartib, nihoyatda mezilik qiladi. Shunda qilib qizilmuch mayini mana ayrim suzib elib oldik. Buni bayatdan ishlatgan şakal badiyanni ichiga solib qo'ydim. Buni hamda to'nglatqining muzlatish bo'limchisiga qo'yib, xil uzoq bir mezgil saqlab ishlatgili bo'ladi. Undaqda bugungi puraqlıq qizilmuch qiyomi tayyorlash programmamiz mana shu yergacha bo'lsin. Yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Kelarki sonda ko'rishaylik.